Men Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna pedagogika sohasida 26 yillik tajribaga ega mutaxassisman. 2000-yil Jizzax davlat pedagogika universitetiga talaba sifatida qabul qilindim. Bu yillar davomida bakalavr, magistr, aspirant, o'qituvchi, katta o'qituvchi, PhD, dotsent kabi darajalarga erishdim. Shu bugungi kungacha aynan ilmiy sohada 200 ga yaqin ilmiy metodik asarlar yaratdim. Ya'ni ilmiy maqolalar, metodik maqolalar, darslik o'quv qo'llanmalar, monografiyalar chop ettirdim. Bugungi kunga qadar ilmiy rahbar sifatida 10 dan ortiq bakalavrlarning malakaviy ishlariga, 5 nafar magistrlarning magistrlik dissertatsiyasiga, 4 nafar doktorantning PhD dissertatsiyasiga ilmiy rahbarlik qilib kelyapman. 2025-yilda bir doktorantim PhD dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi. Men aynan 13001, 13002 ixtisosliklari bo'yicha PhD navigatorman. Agar sizga PhD dissertatsiyasini noldan mustaqil, plagiatsiz, tizimli, oson yozish yo'llarini o'rganish qiziq bo'lsa, siz uchun tavsiyalar berishga tayyorman.